2024-yilda meni nohaq ishdan bo'shatishdi. Juda tushkunlikka tushib, stress holatiga tushib qoldim. Bir yillik stajim bo'lishiga qaramasdan 2024-yilda meni nohaq ishdan bo'shatishdi. O'shandan norozi bo'lib, turli xil joylarga chiqdim. Keyin kambag'allikni qisqartirish boshqarmasi inspektorlar uchraganimda, ular meni arizamni qabul qilishdi. Olib kelingan hamma hujjatlarni o'rganib chiqib, o'shani ichidan haqiqatan ham noqonuniy bo'shatilganligim hammasini o'rganib, o'zimni boshqarma boshlig'imga hammasini chaqirtirib, yuristlarni gaplashishdi. Keyin yana meni ishga tiklashdi. Prezidentimizga rahmat, bandlik boshqarmasi boshliqlariga, inspektorlarga, jamoasiga katta rahmat.